Hello YouTube obunachilarim, bugun juda qiziqarli video bo'ladi. Sababi biz Minecraftni tekinga va shunchaki sotib olish orqali haqqoniy yo'l bilan kompyuter Windows uchun o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bunga hammada bor Microsoft Store'ga kirib yozamiz. Minecraft. Va shu narsa chiqadi. Shu narsani Visa karta, yana bilmadim, xullas ko'pincha Visa karta bilan yuklab olishadi. Visa karta bilan sotib olasiz va shunchaki Microsoft Edge'ga kirasiz. Qidirishga Launcher deysiz. Launcher va birinchi chiqqan saytga kirasiz. Mana shu joy ochiladi va siz shunchaki akkaunt kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizlar uchun akkauntimdan chiqaman. Akkauntimizdan mana chiqib oldik. Akkauntimizdan obunachilar, hurmatli obunachilar. Endi registratsiyani bosasizlar. Qisqa va lo'nda qilib aytganda registratsiya. Va mana nimagadir bu akkauntim meni mashitga yozilib qolaveradi. Maylimi? Yaramas. Mayli so'kmaymiz. Bu yerga o'zingizlar nickname, ya'ni nom o'ylab topasizlar. Farqi yo'q, nom o'ylab topsanglar bo'ldi. Normalniy YouTube'lar uchun. Men bu yerga xohlagan, ishlatilmagan bu akkaunt hali Launcherda ochilmaganini qilasizlar. Bu yerga kod yozasizlar, ya'ni esda qolarli parol yozasizlar-da bu yerga. Nima desam tilim chiqib ketdi. Bu yerga yozasizlar, shunchaki parolni qaytarasizlar. Menda borligi uchun o'sha akkauntimdan kiraman. Hop, menda qiladigan ishimiz shunchaki Launcherning asosiy oynasiga o'tib olib, Launcherni yuklab olish. Bu premium bor va bu premium mana shu hadislar uchun premiumga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Obuna bo'lmasanglar ham bo'ladi. Obuna bo'lish shart ham emas. Va shu Launcherni birinchi oynasiga o'tamiz. Mana o'tib oldik va Windowsni bosamizda yuklab olamiz. Bu yuklab olingan menda, shuning uchun men ya'ni o'rnatib olaman kompyuterga. Va mana o'rnatib ham deyarli o'rnatib oldik. Va mana kutsanglar o'rnatib olinadi. Ko'kini bosib ketaverasizlar. Bu yerda aytmasam ham ko'kini bosib ketaverasizlar, tushunasizlar. Ozim tolib ketdi meni do'stlar. Chunki ko'p gapirdim bu videoda ichida. Hop, chatam olay. Bu yerda yuklab olinadi. Kutsanglar 10 sekund o'tkazinglar, pashta yuklab olingan bo'ladi. Bu yerda telefoninglar tezkor qilib olasizlar, chunki menga qulay bo'lmadi. Hop, bu Launcher emas. Mana asosiy oynaga o'tdi. Bu yog'ini va bu yerda ko'rib bilasizlar. Login account kiritish kerak. Bunaqalarni ko'rsatadi. 20 so'm tortmaylar. Chunki bu juda qattiq qotadi. Va mana loginga boyagi nickname'ni kiritasizlar. Добавить nickname. Boyagi nickname. Uzr, joylashdim.
va bu joyga esa parolni kiritasizlar. Boya qo'ygan parollar bor, o'shani kiritasizlar. Mana kiritdik va sozdat akkaunt knopkasi turadi tak. Shu knopkaga borib turib bosaverasizlar. Va mana akkauntinglar kiritildi. Versiyaga kirib turib mod tortish uchun tanla mod degan joy ustiga bosasizlar. Tepada sozdat turadi. Bosasizlarda shu oyna ochiladi. Hammada ochiladi. 100% ochiladi. Ochilmasa o'zim o'rgataman sizlarga shaxsan. Hop. Kamerani moslashtirib olay. Mana hop, men bu joyga nickname, ya'ni nomini kiritasizlar. Misol uchun men ismimni yozib qo'yaman. Farqi yo'q, короче, do'stlar. Va men bu joyga versiyani kiritasizlar. Sal pastroqqa tushasizlar. Men 1.12 yaxshi men uchun. Optifine, добавить Optifine, ya'ni Optifine qo'shish, shular hammasi bitta bo'lishi kerak va sozdatni bosasizlar. Mana bu joyda o'sha turadi. Favoritdan modovый, ya'ni modovый degan joyda mana bu narsalar turadi. Qidirishga mod yozasizlar. Misol uchun men yozaman. Graphic furniture degan mod bor. Bu hozirchalik 1.20 ga Opsan bunday qilsak, mana bu mod bor. Uстановить qilamiz. Devik tak kerak emas. Shu 1.12 galigi uchun shuni yuklab olamiz. Va mana shu ikkala mod videolar uchun kerak bo'ladi. Boshqa modlarni o'zingizlar topasizlar. Begin yozishimiz mumkin. Guns modi bor. Misol qilib aytadigan bo'lsam, Guns modi bor. Tech Guns menga yoqmaydi. Brussels demaydi. Tech Guns sizlar do'stlarga yoqishi mumkin sizlarga. Menga modlar Warfare. Shuni tortib ko'rish, hech qachon tortmaganman. Opsan Manderada bu 16.5 ga bu Power Optifine men Potato Guns bo'lmaydi. Buni tortmayman, maslahat vashsha bermayman. Handmade Guns Reboot. Vinyl Guns tak. Jax Guns. Shular tortaman. Va bu yerga NPS Blockbuster bunga ishlamaydi. Bilmadim nimaga Blockbuster ishlamaydi. Custom NPC men buni kerak bo'lmash tanklar, короче, qisqa qilib aytganda men bu zombi NPC kerak emas. Men bu NPC meta NPC. Begi Cars modi bor. Cars. Va 1.12 ga mashina modini topasizlar. New and old Cars Wi-Fi borlar uchun men buni yuklayman va YTV Igru bosasizlar. Checha kutasizlar va endi haqiqiy azob boshlanadi.